Assalomu alaykum. Moliyaviy yostiqcha bu nima ekanligini bilasizmi? Keling bugun shu haqida gaplashamiz. Moliyaviy yostiqcha bu kutilmagan holatlarda sizga yordam beradigan zaxira puli. Hayotda kutilmagan vaziyatlar bo'lib turadi. Bunday holatlarda moliyaviy yostiqcha, ya'ni zaxira pulingiz bo'lishi kerak. Moliyaviy yostiqchangiz kamida 3 oylik xarajatlaringizni qoplay olishi kerak. Oyiga qancha stabil xarajatingiz bo'lsa, shuni 3 ga ko'paytiring. Shunda shoshib qolmaysiz, xotirjam xarajatlar to'g'risida o'ylashingiz mumkin. Moliyaviy yostiqcha faqatgina zarur holatlardagina ishlatiladi. Masalan, kasal bo'lib qolsangiz, ishsiz qolib ketsangiz yoki oilaviy xarajatlar kutilmaganda chiqib keladigan bo'lsa, aynan shu holatlarda moliyaviy yostiqchadan foydalansangiz bo'ladi. Moliyaviy yostiqchani kundalik xarajatlar yoki keraksiz xaridlar uchun ishlatib bo'lmaydi. Masalan, chegirmadagi oyoq kiyim yoki bo'lmasam chet elga chegirmalik biletlar bu moliyaviy yostiqchadan foydalanish uchun bahona bo'la olmaydi. Agar sizda kutilmagan vaziyat paydo bo'lsa-yu, moliyaviy yostiqchangiz bo'lmasa, Biznes rivojlantirish mikromoliya tashkilotidan 5 million so'mdan 300 million so'mgacha yordam yostiqchasini olishingiz mumkin. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, do'stlaringiz bilan ulashib qo'ying.